Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra safariga otlanyapsizmi? Mana shu videoda oxirigacha ko'ring. Siz obunachilarimizga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Ya'ni hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga umra ziyoratiga borish uchun qancha pul ketadi va qanday shart-sharoitlar barchasini siz obunachilarimizga qo'limizdan kelganicha to'liq batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz video syomkamizni boshladik. Bizga yordam beradilar Abduhakim hoji akamizdan to'liq va batafsil ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunday katta chegirmalar e'lon qilinganda birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Abduhakim hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Hoji aka, hozirgi kunda video boshida ham aytib o'tib ketdik, juda ham katta chegirma e'lon qilindi deyildi. Kelganimda men o'zim ham juda ham xursand bo'ldim. Sababi mana shunday chegirmalar obunachilarimizga va ziyoratga otlanayotgan, safar uchun otlanayotgan hojona, hoji dadalarimizga, yaxshi niyatda ota-onasini umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lib yurgan farzandlarga juda ham ma'qul keladigan umiddaman. Hozirgi kunda qaysi sanalarga eng yaqin bo'lgan sanalarimizga yo'nalishlarimiz, qayerdan reyslarimiz bor, hoji aka? Yaqin sanalarga 28-30 sanaga reyslarimiz bor. 28 Namangan, Jidda. 30 Farg'ona, Madina. To'g'ridan to'g'ri parvoz. To'g'ridan to'g'ri reyslarimiz bor. Hech qanday persatkalar yo'q, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari dekabr oyiga ham qabullar boshlangan dedingiz. Bu dekabr oyini qaysi sanalariga qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p, 1-chi, 2-chi, 3-chi sanalarga Farg'ona, Madina. Haftada bir kun Toshkentda, 2 kun Namangandan reyslarimiz bor. To'g'ridan to'g'ri reyslar. To'g'ridan to'g'ri reyslarimiz. Ya'ni oyning oxirigacha reyslarimiz bor. Haftada 2 marta Namangandan va haftada 1 marta Toshkentdan va kunda kunora Farg'onadan reyslarimiz bor. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mana shunday chegirmali narxlarda umra ziyoratiga borib kelish imkoniyatiga ega bo'lingizlar. Xo'p, hoji aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Safarimiz 14 kunlik safar. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada. Gastiniya oraliq masofalarimiz. Gastiniya oraliqlarimiz Madinada 200 metr. Makkada 1,5 kilometr, 2 kilometr oralig'ida. Xudo xolasa. Demak, bemalol piyoda ham yoki bundan tashqari avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Piyoda yursa ham bu toliqadigan yo'l bas. Avtobuslar 3 minut, 5 minutda almashadi. Komfort avtobuslar. Xudo xolasa. 24 soat avtobus yurib turadi xizmatda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bir narsani inobatga olib qo'yinglar. Centrum Holidays turfirmasi orqali minglab, millionlab ziyoratchilar borib kelib, juda ham xursand, biz o'zimiz ham eshityapmiz. Mana shu firmadan borib kelganlar, agarda videomizni ko'rayotgan bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Shart-sharoitlarni borib kelgan odam juda yaxshi biladi. Sababi biz tomonidan ketayotgan, ya'ni Asilbek o'z kanalini ko'rib telefon qilayotganlarga albatta bonus va chegirmalar qilib berilyapti. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, endi yana bir narsa, 14 kun safar mobaynida qayerlarga ziyorat va sayohatlarni tashkillangan? Xo'p, Madinada Ravzadan boshlanadi. Ravza ham ziyorat, ham ibodat. Ravzadan boshlanadi. Endi Qubo masjidi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, shuni singari sayohatlarimiz bor. Xudo xolasa. Bundan tashqari Makkada Qizil dengiz, Arafot tog'i, Nur tog'i, Muzdalifa, Jamarot bunaqa sayohatlarimiz yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa. Ya'ni tajribali ellikboshlar tomonidan birgalikda olib yuriladi. Hammalari o'qimishlik, ilmli bolalar. Xudo xolasa. Eng qiziq tomoni yana bir narsani aytib o'tgandinglar. Hoji aka, siz bugun chiqib ketyapsiz-a? Ha, bugun 50 boshlik o'zimga tegib turibdi. Bugun o'zimiz xizmatdamiz, xudo xolasa. Namangan yo'nalishi bo'yicha, Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha o'zim yo'lga chiqyapman, xudo xolasa. Xudo xolasa. Agar hovlovchilar srochniy men tayyorman deganlarga, chamadoni tayyorlarga o'sha aloqaga chiqishsa, sirasi billalashib ketamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunday imkoniyatdan qo'ldan boy bermang. Hozirroq ekranda raqamlarga bog'laning. Agarda siz musofirdan kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillarimizdan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol
o'z savollaringni berishlari mumkin. Operatorlar tomonidan to'liq va batafsil ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilinadi. Xo'p, Hoji aka, yana bir narsa, firma tomonidan beriladigan narsalarni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Firma tomonimizdan endi mana bu bejiklar, firmamizning tamg'alari tushirilgan, telefon nomerlar, hamma yo'g'i bekamiko'z. Endi bu yo'nalishda bu endi. To'g'ri. Dastak. Kerak narsa. Endi mana bu kamzillar beramiz. Endi bu ham firmamizning bir lovullagan bir narsasida bu. Endi mana bu so'mka beramiz, telefon, dokumentlar, Hujjatlarni olishsa bo'ladi. Ham zarur narsa. Endi yana bitta narsa qo'shib qo'ydikki, mana bu yostiqchalarni qo'shib qo'ydik. Endi ko'p odam biladi buni. Endi 100 ming, 150 ming atrofida bo'ladi nimada, aeroportda o'zi sotiladi. Endi buni biz bonusga qo'shib qo'ydik shuni. Bepul tarzda. Mana shu bir martalik to'lov evaziga. Bu avtobusda, samolyotda juda qo'l keladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qaytishlariga ham albatta 5 litr zamzam suvi ham bor. Har bir insonga qaytishlarda 5 litrlar zamzam suvlarimiz bor. Beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq bog'laning va aloqaga chiqing. Endi kulminatsion jarayon keldi, Hoji aka. Narxi bu. Hozirgi kunda chegirmali narximiz qaysi sanalarga va qachongacha amal qiladi? Shuni bir qator aytib o'tib ketsak. Endi boya qadamimiz yoqib bu safar mana 28-ga 850 dollardan belgiladik. 850 dollardan. Birgalikda olib ketasiz. Birgalikda olib ketamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. 850 dollar. Hurmatli obunachilar, bunaqasi hali berib bo'lmagan. Hoziroq bog'laninglar. Xo'p, bundan tashqarichi 30-ga 950. Endi dekabr oyining 10-sanasigacha 950 belgilab turibmiz. Chegirmada. Xudo xolasa. Endi ag'a vallohu alam Xudo ko'rsatadi endi. Endi oyog'i narxlar, biletni narxi tushishi oshishiga qarab turib o'zgarishi mumkin, shunga bilan. Biletni narxiga Xudo xolasa. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi, Hoji aka? To'lovlar Telegram yo'nalishidan aloqaga chiqsalar, shot nomerlarini beramiz. O'zlariga yaqin bank tizimidan pul o'tkazaveradilar. Demak, banklardan to'lovlar amalga oshiriladi. So'mda to'lovlar qilishaveradi. Endi bizni ofisimizga yaqin joyda istiqomatda bo'lsalar, kelsalar, mayta rasmiy kassalarimiz bor. O'sha ham to'lovni amalga oshiraveradilar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bilan safaringiz ham ishonchli, ham garantiyali, eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega. N0014 raqami bilan litsenziya raqami belgilangan. Bemalol kelib ham mana shu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi stansiyaga kelib, to'liq va batafsil ma'lumotlarni olib ketishlari mumkin. Albatta videomizga like bosing, obuna bo'ling va kommentariyda niyat qilganlar, niyat qildim inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Hoji aka, xudo xolasa bizni mana shu borgasangiz bugun safarga chiqib ketyapsiz, duolarda eslab turasiz va ziyoratchilarimiz birgalikda siz bilan xudo xolasa aloqaga chiqishadi, birgalikda ketishadi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun kechga, ya'ni 28-kuni kech payt registratsiya ochilar ekan. Agarda tayyorlar bo'lsa, hoziroq bog'lanib aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.